ertalab bo'pti-ya, bля. Tak, biz nima qilamiz? Tak, bo'ldi. Biza birinchi navbatda non olamiz va ketmon olamiz. To'g'rimi bo'ldi? Endi bularni yopamiz va men yangi bo'lganim uchun barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan o'sha men Fayzer o'z. Meni kanalimga obuna bo'lib, videolarimga like bosib qo'ysanglar bo'lar. Addushi sizlarga rahmat degan bo'lardim. Endi mendan somonlarimni hamma narsani olamiz bu yerdan va uyimizga tashab qo'yamiz. Bu ekinlarim endi qo'shni nima qilyapti ekan? Voy qo'shni. Qarang, menda 13 ta somon bo'ldi. Yaxshimisiz? Ahvoli qanday? Zo'rmi? Voy, bля, chiroyli bo'lib ketibsiz. Endi mana bularni ekib qo'yamiz bo'llar. Tak, bo'llar. Shu aytganimdek, addushi sizlarga mana bitta like-ni qizg'anmanglar, shu iplos buna tugmani ham bosib qo'yamiz. Endi mana bu ekinlarni qo'yib kelamiz. Qo'shni qaranglar, jinnim bu. Endi mana bu ekinlarimizni qo'yamiz. 1 2 3 4 5 6 poxman. Uzr sizlarga. Endi esa mana eshikni yopamiz. Endi nima qilamiz? Do'stim, qandaysan? Ketmangni qo'yib chiq, bitta merni yoniga borib kelaylik. Kecha bizni yonimizga kel deganda, bo'la qol, tezroq bo'lsang-chi. Seni kutgancha olam o'tib ketadi. Bo'la ko'rdinglarmi? Bu kelish juda ham qiyin-da. Like bosib qo'yinglar bo'llar. Addushi. Bo'ldi, ket. Yur endi merni yoniga borib kelaylik. Kecha kel degandi-yu, esingdami? Uni esida ham yo'q ekan. Endi merni yoniga kiramiz bo'llar. Assalomu alaykum mer. Voy, keldinglarmi? 1 soatdan beri kutyapmiz. Siz mana bu qishloqdan yo'qolinglar. Nima? What the fuck? Hech qachon bu qishloqdan yo'qolmaymiz. Sening ishing bo'lmasin. Maylimi mer? Ishing bo'lmasin, yo'qol bu yoqdan. Iflosvatchilar. Og'zingga qarab gapir. Nahuy bilya, buni qaranglar bo'llar, nima deyapti bu? Bo'llar, shu yerda obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos sizlardan, shuncha mehnatimiz zoya ketmasin. Iltimos bo'llar. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Shuncha mehnat zoya ketmasin. Undan oldin esa bo'llar, biza tushlik qilamiz. Uning uchun do'kondan narsalar xarid qilamiz-da. Do'stim, qarangda. Almasingni olib chiq, karotchida hammasidan ham zo'r. Almaslaringni olib chiq. Seni kutguncha 1 yil o'tib ketadi, bilasanmi? Bo'la qol, men qornim och. Va nihoyat 1 soat kutdim seni, 1 soat. Bo'l ish qilib. Yaxshimisan? Ha, yaxshimisan, bratan? Yaxshi. Endi biza tushlik qilamiz. Bo'la qol, inson bolasi bo'lgan. Endi esa bo'la buni kutguncha, ya'ni 2 soat o'tadi, 3 soat o'tadi. Hammasi bu video o'zi yarim soatlik video, shuni bizda 5 minutlik qilib qo'ydik. Bo'la bu juda ham kam bo'lishi mumkin, ammo bo'la qol, iltimos sendan, chap ketdim. Hoy, nega meni urasan? Urganim yo'q. Urding-ku. Ahmoqmisan sen? Qarorchi bo'lgin sen ham. Rahmat, addushi, rahmat. Senga kattakon rahmat. Eshikni yopamiz-da. Endi biza omborxonaga boramizmi? Mana bu ketmonni tashab kelay. Maylimi? Bo'la qol. Nega meni urasan? Ahmoqmisan? Ahmoqmisan shu daraja. Nima desam ham bo'ladi bunga? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Bunga jinni deymi, ahmoq deymi, nima deyin? Bo'ldi, ketdik, ketmonni tashab kelaylik, bo'ldi. Endi mana bu yo'llar qachon asfalt qilinadi-ya? Qaranglar, shuncha loy bosib o'tibdi, oyog'ing chang bo'lib ketadi. Keyingi videoda bilib olasizlar qachon asfalt qilishni. Endi biz ketmonni tashlaymiz. Mana buni qo'ydik, ketmonni tashladik va endi esa yur do'stim. Do'stim yo'q, qo'shnimda. Bo'ldi, ketdik. Mana bu ijara haqqi qachon to'larkan? Endi to'larkanmiz-da. Shu jitel ham kelmadi-ya, to'g'rimi? Bo'ldi, yur. Mana bu do'kon ham bu qanchalik
eskirib yotibdi. Buni yangilash kerak yoki bitta do'kon ochish kerakmi? Ey bolalar, xayrlashamiz. Nimayli sizlar bilan? Men Fayzer uzib bo'ldim. Bolalar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.